Assalomu alaykum. Hurmatli brifing ishtirokchilari, Sirdaryo viloyati Sog'liq boshqarmasining bugungi brifingida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar xususida ma'lumot berib o'tamiz. Ta'kidlash joiz, viloyatimizda soliq ma'murchiligining to'g'ri tashkil etilishi, tadbirkorlik subyektlariga ularning o'z soliq majburiyatlarini bajarishlarida yaqindan ko'maklashish natijasida har yili soliq tushumlari o'sishiga erishib kelinmoqda. Yurtimiz rivoji uchun jonkuyar jamoamiz, hamkasblarimiz bilan davlat byudjetini barqarorligini ta'minlash, Sirdaryomizning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilmoqdamiz. Xususan, 2025-yilda byudjet daromadlari 2 trillion so'mdan oshib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 137% ga o'sishga erishildi. Albatta, bunday natijalarga erishilishida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan soliq tizimida olib borilayotgan islohotlar, yangi tahrirdagi soliq kodeksining qabul qilinganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Viloyat bo'yicha 2026-yil 1-yanvar holatiga faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchilar soni 15.835 tani tashkil etadi. Shu jumladan fermer xo'jaliklari 4.342 ta, eksportyorlar 120 ta, importyorlar 319 ta, quruvchilar 428 ta va bozorlar va savdo komplekslari 18 ta, qo'shma korxonalar 95 ta, yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari 8442 tani tashkil etadi. Bundan tashqari, boshqa faoliyat bilan shug'ullanayotgan 3642 ta tadbirkorlik subyektlari ro'yxatga olingan. 2025-yil uchun soliq ma'murchiligining yangi instrumentlarini qo'llash hamda soliq tizimini mahalla darajasigacha tushirish va korxonabay ishlash mexanizmini jadallashtirish orqali hududlarda soliq ma'murchiligi bilan bog'liq muammolarni o'rganish, ularni joyida ijobiy hal etish bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. Natijada 2025-yil davomida byudjet daromadlariga 373 milliard so'mdan ortiq qo'shimcha mablag'lar jalb qilindi. Bundan tashqari, 2025-yilning 12 oyida mahalliy byudjet daromadlari 1 trillion 739 milliard so'mdan yoki rejaga nisbatan 111% ga bajarilib, ortiqcha 190 milliard so'm tushumlar tushishi ta'minlandi. Soliq turlari kesimida qo'shilgan qiymat solig'i 167,9% ga, yuridik shaxslar mol-mulk va yer solig'i 164,7% ga, jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'i 120,2% ga hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 127,4% ga o'sdi. Aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar ko'rsatkichi esa 114,7% ga o'sdi. Sirdaryo viloyati soliq xizmati organlari tomonidan kelgusida ham soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, faoliyatlarini rivojlantirish va yangi korxonalar tashkil etilishiga yordam ko'rsatish hisobiga soliq bazasini kengaytirish, viloyatimiz iqtisodiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish, xalqimiz farovonligi, yurtimiz ravnaq yo'lida fidokorona ish olib borishini tashkil etamiz. Bugungi brifing uchun tayyorlagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.